Mana hozir terim jarayonlari opalar yoshlarga taxlayapti, bozorlarga chiqarish uchun. Mana kattaligini ko'ringizlar, sifatini. Mana. Mana kattaligi, mana gurgutdan qanchalik katta bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar. 4 ta 5 tasi o'zi 1 kilo keladi mana. Bu yerda har xili bor. Mana kichirog'i ham gurgutdan katta mana. Mana holatlari. Mana holatlari. Rangi ham zo'r, blistiki ham hamma tomonlama bozorbop, yaltiroq, juda ham sifati zo'r. Bu shaftolini mana katta bog'da turibmiz, video qilyapmiz. Bu bog' bizniki emas, lekin biz mana shu bog'dan chirinka olib, ya'ni kurtaklarini olib payvand qilamiz va mana shu Big Ben navli shaftolini, ko'chatlarni kuz oyida va fevral oyida bemalol xarid qilib eksalarimiz bo'laveradi. Ishonchli va sifatli ko'chatlarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz, xudo xolasa. Samarqand jomboyliklar bo'lsa, uyimizdan kelib olib ketsa ham bo'laveradi. 2 metrlik bo'yli shaftolini mana qarang, hosil olganini mana hosildorligini ko'rsating yaqinroqda mana. Hosillari katta, kichik mana aralash, juda ham holatlari zo'r, chiroyli, blistik olyapti. Ta'mi ham zo'r buni o'rtoqlar, qaranglar. Juda ham holati zo'r. Shaftolini yaxshi ko'rmagan odam bo'lmasa kerak, qarang, hozir buni ko'rsataman holatlarini mana. Odam ko'rganda ishtahasi ochiladi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ichini so'raganlar uchun. Ichi sariq mana, juda ham suvli, juda ham shirin ekan. Egasiga barakasini bersin mana. Mashalloh, juda ham zo'r. Bu daraxtning yoshi 4-5 yoshli daraxt. Mana hosillarini ko'ring mana. Juda ham zo'r. Kesishga ham katta gap bor-da buni. Mana shaftolini o'rtasini ochgan. O'rtasi mana shunday ochilsa, mana shunday hosildorlik ham yuqori bo'ladi. Mevani sifati ham va keyingi yilga mana bu shoxlar, kurtaklar ham yaxshi shakllanadi. Mana hosili o'rtacha 20-30 kilo chiqib qolsa kerak bitta daraxtda. Mana shunaqa chiroyli, ishonchli, sifatli shaftolini ko'chatlari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa buyurtma olishni boshladik. Noyabr oyida poliyadan kovlab sotuvni boshlaymiz. Qishda o'sib qilmaganlar fevralda ham aloqaga chiqsa bo'laveradi. Shaftolini ser hosil bo'lishligi uchun birinchi o'rinda naviga bog'liq, keyin ekish sxemalariga bog'liq va kasalliklarga qarshi kurashish, agrotexnik qoidalarga amal qilish bilan bog'liq bo'ladi. Bu ushbu shaftoli navimiz Big Ben shaftoli navi hisoblanadi. Mana hosili ham o'ta kuchli, o'rtacha hosil. Uncha kam emas, ko'p emas. Kesilish jarayonlari ham yaxshi, yomon emas. O'rtacha kesilgan. Shaftoliga asosan kesishni vazasimon qilib kesiladi. Stollar qo'yiladi, mana stollar qo'yilib. Demak, o'rtasi ochilib kesiladi. Juda katta narsa kesishga bog'liq. Keyin kasalliklari asosan unshudring kasalligi bor. Keyin hasharotlarga qarshi kurashilsa, shira kasalliklariga. Mana e'tibor bersalaringiz, ayrim holatlarda shaftollarda mana yorilish bo'lgan. Yorilish. Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani hisobiga. Asosan tarkibida mis bo'lgan dorilardan ko'proq sepish kerak bo'ladi. Endi buni nima deymiz? Agrotexnik qoidalari ekishdan tortib to hosilini olib bozorga chiqargungacha bo'lgan jarayonlarni hammasini bosqichma-bosqich obi-tobida agar bajariladigan bo'lsa, eng yaxshi, eng talabgor shaftollardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu shaftolini demak pishish muddati hozirgi kunda iyunda 10-kunidan boshlab to 20-25 kungacha davrda hafta 10 kunda demak pishib yetiladi. Mana hozir terimchilarimiz e'tibor bergan bo'lsalaringiz, bozorga olib chiqib, demak, shaftoli bog'da egasi, fermer buvomiz bozorga olib chiqib sotyapti buni. Barakasini bersin. Yaltiroq, ya'ni tuksiz shaftoli hisoblanadi bu. Tuksiz hisoblanadi. Usti qizil bo'ladi, qoraga moyil bo'ladi. Pishgan sari qoraga moyil bo'ladi. Transportabelligi, po'stining qattiqligi, bozor talabiga mos ekanligi va tashishga yaroqli ekanligi bilan ham diqqatga sazovor bu. Demak, ichi sariq bo'ladi. O'ta shirin, mazasi, suv o'ta kuchli, ya'ni soq chiqish darajasi ham kuchli, yaxshi. Har taraflama yaxshi. Hosildorligini ham mana ko'rib turibsizlar. 4-5 yoshli daraxtda mana bitta shoxiga bergan hosilini e'tibor beringizlar. Hosildorligi ham u darajada yomon emas, yaxshi. Mana kalibrovkalari ham o'rtacha mana. Mayda, katta, beso'naqa bunday formasiz emas-da. Bizdan ko'chat olganlarga, har qanday turdagi, har qanday navdagi ko'chatni xarid qilganlarga va jumladan mana bu shaftolilarni ham bizdan xarid qilganlarga 2 yil davomida, balkim hosilga kirguncha bepul konsultatsiyalar, maslahatlar berib boriladi. Uni konsultatsiyalari demak qanday bo'ladi? Buni ekish sxemalaridan boshlab kesish, kasalliklarga qarshi kurashish masalalarini ham bemalol so'rayverasizlar. Agronom konsultantlarimiz bor. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Ushbu videomizda demak
bunga bemalol murojaat qilaversalaringiz ham bo'ladi. Shaftolini eng xavfli kasalliklardan hisoblangan bu mana hozirgi kasallik, demak, Klasterosporoz kasalligi bor va shaftolining bujmayish kasalligi bor. Bujmaloqlanish deyilgan kitoblarda bunga qarshi tarkibida mis bo'lgan preparatlar yoki mana Germaniyaning BASF firmasidan chiqqan dorilardan biri Strobe degan dori bor. Buni shaftolini ayniqsa mana iyun-iyul oylarida mayni oxiri havolar qizib ketganligi hisobiga unshudring degan kasallikka avj oladi. O'sha unshudringni olish uchun tarkibida demak o'sha BASF firmasini o'sha Strobe dorisidan foydalanamiz. Demak, bu dorilarni tavsiyalarini agronom konsultantlaridan olasizlar. Keyin yana bitta diqqatga sazovor joyi shuki, shaftolini boshqa mevalardan farqli, kesishdagi farqli joyi shuki, ehtiyot bo'lib kesish kerak. 1 yillik shoxlarda hosil beradi shaftoli. Boshqa mevalar, masalan, gilos, olma, o'rik, nok va boshqa mevalar 2 yildan 8-10 yilgacha bo'lgan shoxlarda hosil bersa, shaftoli 1 yillik shoxlarda hosil beradi. Shuni e'tiborga olib kesish kerak bo'ladi. Shaftoli 3 yil 4 yilda qariydi degan gapni noto'g'ri ekanligi birinchi navbatda kesishga bog'liq. Kesish agar to'g'ri agrotexnik qoidalarga muvofiq ravishda olib boriladigan bo'lsa, shaftoli 10 yil, 15, uzog'i 20 yilgacha hosil berishi mumkin. Kesish to'g'ri bo'lsa. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yingiz va yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska qilib qo'ysalaringiz, agrar sohani juda ko'p sohalar bo'yicha qiziqarli, foydali videolarni, ma'lumotlarni xudo xolasa olib turasizlar. Yaqinlarga ulashib qo'yingizda foydali bo'ladi, xudo xolasa. Sifatli va ishonchli meva ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga bog'laningizda noyabr oyidan boshlab to martga qadar sotuv davom etadi. Bog' qilmoqchi bo'lganlar va uyga ekmoqchi bo'lganlar uchun.